alaykum, kanalimizning ashaddiy obunachilari. Qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana shunday toza arashan edilboylar zo'rlardan keldi deb Hasan akamiz chaqirganlar, like bosib, kommentariyaga chiroyli qilib qoldirib tursalarning narxlar bugun qanaqa bo'ladi Hasan aka? Narxlar sinadi. Narxlar sinadi. Dirs. Mana qo'zlar qaranglar, mashalloh. Hammasi zo'r, mana ayrudim, botkidim bu. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Sog'lig'i yo'q. Sog'liq puchmasi yo'q. Hammasi qo'chqor ekan, soni 31 dona deyaptilar mana. Quloqlari ham uzun, chiroyli qo'zlar ekan. Mana dumba razreslari ham mana. Mashalloh deb yozib ketadilar, xolos kommentariyaga. Xolos qo'ylar yaxshi ekan. Hasan aka, buni yeb ichmaga garantiyalari bormi? Maysiz. Bir hafta sinov olish o'rganganlar. Dumbalari, ayrı sifatlari zo'r. Chiroyli qo'zlar ekan. Mana qo'zlar, xudo xolasa bir hafta garantiyalarni beramiz deyaptilar. Bo'ylarini nechiga beramiz Hasan aka? 75 ga olishaveradi mana. Yurish turishlarni ham bitta olib qo'yaylikchi, mana jonivorlar zo'r ekan deb qoldi. 75 ga olishaveradi. Yeb ishlari zo'r deyapsiz. Buni hammaga narxida Hasan aka. Bo'lish qanchadan berasiz? 4 milliondan. Kelishtirib aytdim, so'raydigan qilib. Hamma bir joyga. Bo'lsa 3 million 600 ming so'mdan. 3 million 600 ming so'mdan. Toshkentgacha dastlabkilari bor. Holatda. Nima qolsa, nech puldan bo'lishini ayting Hasan aka, mana uni. 3,5 milliondan ketadi. 3,5 milliondan. Qaygacha dastlabkilari bor? Toshkentgacha uyidi, bu yidi degan gap yo'q. Bo'ldi. 3,5 milliondan uy bo'lsa kerak. 3,5 milliondan bo'lsa mana standart qo'zlar. Dastlabkilari Toshkentgacha bor ekan, 3 million 500 ming so'mdan bo'lsa, telefon qilib o't berasizmi? Vodiyga bo'lsa o't beraman. Vodiyga bo'lsa o't beradi. Telefon qilib aloqaga chiqarasiz. Telefon qilib aloqaga chiqarasiz, like bosib, kommentariyaga o'tanga rahmat deb chiroyli fikrlar qoldirib tursalarning xudo xolasa telefon qilib aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Like bosish esdan chiqmasin. Sog' va salomat bo'linglar. Videolarimiz davomida xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'rayman.